Go'zallik va nafosat bayrami 8-mart Xalqaro xotin-qizlar kuni oldidan hududlarda ma'naviy va ma'rifiy tadbirlar tashkil etildi. Unda muhtaram onalarimiz, mo'tabar opa-singillarimizga ehtirom ko'rsatilib, konsert dasturlari namoyish etildi. 8-mart Xalqaro xotin-qizlar bayrami kuni go'zal va betakror yurtimizga bahor nafasi kirib kelganidan darak beradi. Qutlug' sanada xotin-qizlarga ehtirom ko'rsatish an'anasi yil sayin umumdavlat ahamiyatiga ega bo'lib, yuqori maqom darajasiga ko'tarilmoqda. Sana munosabati bilan Sirdaryo tumanidagi 41-umumta'lim maktabida 8-sinflar o'rtasida balli qizlar ko'rik tanlovi tashkil etildi. Bu esa yurtimizda xotin-qizlarga yaratilayotgan imkoniyatlarning yana bir namunasidir. Tanlovda ishtirokchilar moychechak hamda binafsha guruhlariga bo'linib, o'zlarining chiqishlarida chaqqonliklarini, zukkonliklarini, ijodkorliklarini namoyish qilishdi. Bu balli qizlarni tashkil qilishning asosiy maqsadi qizlarimizni ertangi kungi hayotga tayyorgarlik ko'rish hamda mana shu o'zlarini kasbga yo'naltirish. Bu tadbirimiz farzandlarimizga, o'quvchilarimizga dunyoqarashlarini kengaytirib hamda o'z holatida o'zlarini mana shu bilim va malakalarini, ko'nikmalarini bildiradi. Shuningdek, tadbirda tanlov qatnashchilari onalarni madh etuvchi kuy-qo'shiq hamda she'rlardan namunalar ham aytib berishdi. Ishtirokchilar bu galgi tanlovda 5 ta shart bo'yicha o'zaro bellashishdi. Har bir chiqish hakamlar hay'ati tomonidan odilona baholab borildi. Qizlarimiz mana shu bellashuvda ham o'zlarining mahoratlari, san'at, adabiyot kabi yo'nalishlarda o'zlarining bilimlarini bizga namoyish etishyapti. Albatta, barcha ayollarimizga kirib kelayotgan 8-mart ayyomi muborak bo'lsin deymiz. Ta'kidlash lozim. Tadbirda so'zga chiqqanlar tomonidan go'zal ayollarimizni, ishtirokchilarning munis onajonlarini, ustoz murabbiylarni bahor va nafosat ayyomi bo'lmish bayram bilan tabrikladi. Tadbir so'ngida ushbu dargohda ko'p yillar davomida tarixdan dars bergan o'qituvchi, eng ibratli ustoz esdalik sovg'asi bilan taqdirlandi.